Kattaqo'rg'on tumanida kitobxonlikni targ'ib qilish, yosh avlodni mutolaaga oshno etish hamda ma'naviy ma'rifiy muhitni yanada yuksaltirish maqsadida Olis Burgansoy mahallasida joylashgan 105-maktabda kitobxonlik haftaligi doirasida O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida tadbir tashkil etildi. Unda tuman hokimi o'rinbosari Obidjon Shirinov, Pushkin nomidagi Samarqand viloyati axborot kutubxona markazi direktori Zebiniso Shodiyeva, yozuvchi va shoirlar, kitobga oshno ijodkorlar hamda maktab o'quvchilari va o'qituvchilari ishtirok etdi. Ma'rifiy tadbirda so'zga chiqqanlar kitob o'qishning inson ongi va ma'naviyatiga ta'siri, yoshlarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishda tutgan o'rni haqida atroflicha fikr bildirishdi. Shuningdek, kitob mutolaasi orqali jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish mumkinligi alohida qayd etildi. Tadbir doirasida Zebiniso Shodiyeva tomonidan Kattaqo'rg'on tuman axborot kutubxona markaziga 30 ta yangi kitoblar topshirildi. Ushbu kitoblar yoshlar uchun ilhom va bilim manbai sifatida xizmat qilishi shubhasiz. Tadbirning eng muhim qismlaridan biri sifatida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi jurnalist Eshpo'lat Safarovning Dunyo nomli she'riy to'plami, shuningdek shoir va jurnalist G'ofir Qarshiyevning Bir tishlam non hamda Dil xumori asarlarining taqdimoti o'tkazildi. Tadbirda milliyligim, o'zligim mavzusida davra suhbati ham bo'lib o'tdi. Unda milliy qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar va o'zlikni anglash masalalari yuzasidan jonli muloqot tashkil etildi. Bu orqali yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usi, milliy g'urur va ma'naviy boyliklarga bo'lgan hurmatni mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Shuningdek, tadbir davomida maktab o'quvchilari tomonidan kitob va vatan haqida she'rlar, kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Yoshlar o'rtasida ijodiy chiqishlar orqali ularning salohiyati, dunyoqarashi va madaniyati namoyon bo'ldi. Ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbir nafaqat kitobga muhabbat uyg'otish, balki jamiyatda ma'naviy yuksalish sari tashlangan muhim qadam sifatida tarixda qoladi.